Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Xonim Rametovaning xonadonlarida chiroyli bayram ham bo'lsa, bugun Jumadil Rametovning 70 yoshlik tavallud shukrona kunlari. Ana o'shaning munosabati bilan bugun xalqqa osh berilyapti. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Oxirgi yangiliklarimiz bo'ladi. Biz ustozimiz Saydaxonim Rametovaga hamda Jumadilla Rametovga baxt tilaymiz, oltindan taxt tilaymiz. Ilohim umrlari uzun, rizqlari butun bo'lsin. 70 yoshi 170 yoshda ham mana shunaqangi go'zal, maftunkor hamda baxtli oila bo'lib yashashlarini Allohdan so'rab qolamiz. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Bugungi kuninglar fayzli, barakotli bo'lsin. Kamerani ishlab keling, yonlariga turing. Duo qilinglar mana shundoq. Yonlariga. O'rtaga olinglar, kuyov bola o'rtaga olinglar. Yonlarni turing. Amin. Alloh taolo o'ziga derazamning ostida tongda saylagan qush sizmas o'tar. Derazamning ostida tongda saylagan qush sizmas o'tar. Ya qo'limga to'plab mozorda yoqilishgan gul sizmas o'tar. Ya qo'limga to'plab mozorda yoqilishgan gul sizmas o'tar. Parvardigor Jumadillaga Parvardigor olam sog'lik salomatlik baxtini gullab nabiralarga baxt saodat bergin. Alloh o'zining inoyati bilan farzand ato etsa, qiz bersa hayosi bilan, o'g'il bersa iymoni bilan bergin. Saidlarga umrlari boqiy bo'lsin, hech qachon kamlik ko'rmasin. Amin. Panazot zurvat la ilaha illa anta subhanaka inni Rahmat, xush kelibsiz. Yoshlar qo'sha qarib baxtli bo'ling. Ulug'bek aka, endi kuyovning hadyasini beramiz. Kuyov bolaga hadya bor ekan, sharpa bor ekan.